Xo'p, bugungi mavzuyimiz o'tgan zamon majhul qilish. O'tgan zamon fe'lini nima qilish? Majhuli qisqasi. O'tgan zamon fe'lining yozsangiz ketib qoladi. Fe'lining majhuli. Birinchi bizga noma'lum so'z nima? Majhul degan so'z biz uchun endi ro'para bo'layotgan so'zlardir. Ya'ni yangi so'zlardir. Majhul nima? Majhul degani o'zi bitta ish harakat bo'lsa, o'sha ish harakatda doimo nimasi bo'lishi kerak? Bajaruvchisi bo'lishi kerak. Masalan, hozir aytsam, suvni ichdim desam, bajaruvchisi menman-da, ishni bajarayotgan menman. Lekin ba'zi o'rinlarda bo'lib qoladi. Shu ish kimdir qilgan, lekin siz bilmaysiz kimligini. Masalan, mana shu joyga siz suv qo'yib ketgandingiz, to'laydi, e'tibor bergandingiz, kelib qarasangiz yarim bo'lib qoldi. Kimdir ishgan? Siz o'sha paytda aytadigan gapingiz nima bo'ladi desa, suv ichilibdi deysiz yoki ichildi deysiz. Ichildi deyilgani siz o'sha ishni kim qilganini bilmaysiz degan. Shularga majhul nima ekan desa, ish harakatni bajaruvchisi harakatni bajaruvchisi noma'lum bo'lgan fe'l. Bajaruvchisi noma'lum fe'l. Xo'p, biz o'zbek tilida majhul degan tushuncha bor. O'zbekchasiga majhulga aylantirish uchun qo'shiladigan qo'shimchalar il, la, in, n. Ya'ni o'tgan zamon fe'liga mana shu qo'shimchalar qo'shib, nima qilsa bo'ladi? O'tgan zamonni majhulini yasasa bo'ladi. Masalan, yozdi. To'g'rimi? Kimdir yozdi, kim yozdi desa, u yozdi bo'ladi. Endi shuni majhulga aylantirmoqchi bo'lsam, mana shu yerdan bittasini qo'shishim kerak. Qaysini qo'shaman desa, il, yozildi. Shularga kimdir tomonidan yozildi bu ish. Lekin kimligi noma'lum. Demak, bu joyga qo'shilgan qo'shimcha nima bo'lar ekan desa, il qo'shimchasi yozildi. Yozdi bo'lsa, kim yozdi? Yozildi bo'lsa, nimani yozildi? Kim yozdi emas endi, nimani yozildi bo'ladi. Ha, masalan, xat yozildi. Lekin kim tomonidan yozilgani noma'lum yoki kitob yozildi deydi. Xo'p, endi keyingisi l qo'shimchasi qo'shilgani. L qo'shimchasi qo'shilishi qachon bo'ladi desa, mana o'qi degan fe'lga agar siz majhulga aylantirmoqchi bo'lsangiz, o'qildi deysiz. Qo'shilayotgan qo'shimcha l ni o'zi. Ilmas balki l ni o'zi. Chunki i o'zida bor edi. O'qildi. Hop, in bilan n ni qachon qo'shamiz desa, masalan, hafizo deganda nima edi? Yodladimini? Endi shuni kimdir tomonidan yodlangan bo'lsa, yodlandi. Qo'shilyapti n ni o'zi. Hop, endi qil degan fe'l bor, majhuli qilindi. Qo'shilayotgan qo'shimcha n, in, l, il. Shular qo'shiladi. Qachon il qo'shiladi desa, undosh harf bo'lsa il qo'shiladi, in qo'shiladi. Mana l undoshda z bilan. Qachon l bilan n ni o'zi qo'shiladi desa, unli bo'lsa mana. I unli. Mana bu joyda ham yodlardagi a unli. Yasash shu shaklda bo'ladi. Xohlagan fe'l bo'lsa, masalan, g'asala nima degani? Yuvdi degani. Demak, uni majhuli yuvildi bo'ladi. Tushunarliga? Yoki bo'lmasa, masalan, fahima, tushundi. Tushunildi bo'ladi. Tushunarliga? Yoki bo'lmasa, anglandi bo'ladi. Angladi, anglandi. Shu shaklda ketadi. Masalan, saroqa o'g'irladimi? Mana bu fe'lni yasash o'rganganimizdan keyin endi uning ma'nosi o'g'irlandi bo'ladi. Demak, ish harakatni bajaruvchisi noma'lum bo'lgan paytda ishlatiladigan fe'lni o'rganamiz. Tushunarliga? Masalan, biz aytamiz, do'kon ochdi demaymiz, nima deymiz? Do'kon ochildi deymiz. Odatda aytadigan gapimiz ochildi, yopildi, buzildi. Tushunarliga? Demak, u paytda nima ketayotgan bo'ladi? Ish harakati bajaruvchisi noma'lum shaklda nima qilayotgan bo'ladi? Ishlatilayotgan bo'ladi. Tushunarliga?
ushbu fe'lni nima deylar ekan? Majhul fe'l deylar. Demak, fe'l nechiga bo'linadi desa, ikkiga bo'linadi. Ma'lum va majhulga. Ma'lum nima ekan desa, ma'lum ish harakat bajarishi aniq bo'ladi. Majhulligi esa noaniq bo'ladi. Endi biz majhul yasashni o'rganamiz. Birinchi qiladigan ishimiz majhul yasashda. Birinchi qiladigan ish oxiridan oldingisini kasra qilamiz. Oxiridan oldingisini nima qilamiz? Oldingisi kasrali qilinadi. Birinchi ish. Masalan, sizga farq yo'q. 6 harfli fe'l berdimi? 5 harfli fe'l berdimi? Birinchi qiladigan ishingiz, masalan, infataha desa, necha harfli? 5 harf. Demak, bundan birinchi qiladigan ishingiz nima ekan? Oxiridan oldingiz demak T'ni kasra qilasiz. Bu birinchi ish. Doimo mana kataba degan fe'l berdim, 3 harfli fe'l berdim. Bunda ham birinchi qiladigan ish oxiridan oldingiz. Amma masalan sizga 4 harfli berdim, fe'l berdi, dahroja. Demak, birinchi qiladigan ishingiz oxiridan oldingiz Mabodo sizga masalan istahrojaga o'xshagan roja degan fe'l berdimi? Demak, birinchi qiladigan ishingiz oxiridan oldingisini qilasiz. Endi keyingi ishimiz. Hop, ida oldingilar nazar qilyapti. Undan oldingi harakatlarni nima qilasiz? Harakatlarni zamma qilasiz. Mana shu umumiy qoida. Zamma. Undan oldingi harakatlar nima qilinar ekan? Undan oldingi harakatlar zamma. Qarang. Undan oldingi degani har i'dan oldingilar edi. I'dan oldingilar. Demak, mana bu i'dan oldingi harakat. Harakat deganda biz nima tushunamiz? A, I, U. Sukun tushunilmaydi. Demak, F'da harakat bormi? U qilasiz. N'da harakat bormi? Yo'q, deymiz bunga. I harakatmi? Demak, buni ham nima qilasiz? Unfutiha bilan. Katabaniki, demak, bundan oldingi bitta harakat turibdi. Shuni o'qib qo'ysangiz bo'ldi. Kutiba. Yozdimini kataba, kutiba yozildi bo'ladi. Dahroja. Harakatmi? Harakat emas. Harakat emas, demak, bu harakat, bu ketyapti, to'xtaychi. Mana unda. Oldi harakatmi? Yo'q. Buchi. Demak, u qilamiz. Buchi. Harakat. Ustoqlaychi. Demak, ikki dona qo'ydi. Birinchisi oxiridan oldingizdan kasra, keyingisi undan oldingi harakatli harflar zam. Bo'ldi. Qaysi harf bo'lsa, qaysi fe'l bo'lsa, masalan, sizga ta'allama degan fe'l berdim, ta'lim oldi degan. Ta'allama. Demak, birinchisi oxiridan oldingiz kasra, undan oldin ikkalasi ham harakatmi? O'z ikkalasini ham o'qilasiz. To'g'riman. O'rgandi, o'rganildi. Tushunarli? Kim tushunmadi boshqa qilishga? Umumiy shaklda shunaqa bo'ladi. Xo'p. Bizga muattar chiqadi. Muattar chiqadi. 3 ta sinov qilamizda. Muattarga mana xoroja degan fe'l beramiz. Kim muattar bo'lsa javob bersin. Majhul qilish uchun 2 dona ishimiz. Qaysilar? Demak, nima bo'ldi? Xoroja chiqdi edi. Xorijal ma'nosi chiqildi. Yaxshi bo'lakan-a? Ha, shuni tanang. Bitti, qataqa bitti, mana chiqdi. Qiyin so'zlar birinchi. Qiyin narsa. Yaxshi o'shadi. Ha. Hop. O'shu shiba bo'ladi. Nima bu? Nima degan? Biz o't qopladi degan, hali o't o'lan bosib ketadi-ku. O't o'lan bilan qoplandi deb beraveramiz. Qopladi emas, endi qoplandi. Yaxshi, o'shu shiba.
Yana bitta kimdir qiyama? Islombek. Islombek qiyamasa bo'lmaydi. Tatavvur. Zo'r, mashallah. Tutuviroq bo'ladi. Hop, rivojlandi degani. Ha? Rivojlanildi. O'sildi degan ma'noga keladi. Yaxshi. Demak, qoida oddiy, ikki dona qoida. Sizlardan talab qilinadigan narsa, men bergan 2 ta fe'lni majhulga aylantirasizlarda o'tkazmani tuzlaysizlar. Masalan, katabani o'tkazib tashlaganimiz, bu safar nima bo'ladi endi? Kutiba bo'ladi. Kutiba. Kutiba. Bu. Ma'no ketdi. Bat. Kutiba. Shu shaklga ketaverasiz. Kutibna. Kutibna emas. Kutibna emas. Kutibna. Kutibda, kutibtuma, kutibtum, kutibti, kutibtuma, kutibtunda, kutibtu, kutibna. Shu shaklga ketadi. Ortiqcha katta narsa yo'q. Shu ikkita qoidani bilsangiz bo'ldi. Shularga qoidani so'raman. Demak, birinchisi oxirida oldingiz kasra, ikkinchi qoida undan oldingi harakatli harflar. Harakatli. Mana. Harakatli harflarni nima qilasiz? Zam. Bo'l. Hamma tushunadigan? Demak, keyingi qoidamiz. Fe'l masalasini o'rganishimiz kerak. Arab tilida fe'lni o'rganamiz. Fe'l degan masalani. Fe'l. Fe'l o'zi fe'l degan tushuncha hosil bo'lishligi uchun biz aytganmiz, nima bo'lish kerak deganmiz? Fe'l bo'lishligi uchun aytganmiz, hadas plus zaman bo'lish kerak deganmiz. Keyin natija fe'l bo'ladi degan. Bu degani ish harakat qo'shilgan vaqt. Ikkalasi jamlanishi kerak. Chunki mana yugurdim desam, yugurish ish harakat. Yugurdim qaysi zamon? Zaman to'g'ri bo'lmaydi. O'tgan zaman, ya'ni bu ishni men bajarib bo'lganman. Ikkalasi jamlandi vaqt bilan zaman. Bo'ldi, demak bu fe'l. Hop, endi arab tilida fe'lni nechaga bo'lib o'rganiladi degan masala. Fe'lni biz 3 ga bo'lib o'rganamiz. Fe'l degan tushunchani 3 ga bo'lib. Birinchisi modi deydi. Modi. O'tgan zaman degan. Moziga qarab ish tutmoqdek deyiladi-ku, ko'p ish tutkazadi bular narsa. Keyingisi muzori. Undan keyingisi amr. Hop, mozi, muzoriun, amrun. Mozi degani. Demak, o'tgan zaman deydi. Muzori hozirgi kelasi zaman deydi. Amr buyruq deydi. Buyruq. Qayda amr degan so'zni sizlar eshitgansiz, amringizga muntazirman deb qo'yadi-ku. Ha? Demak, amr buyruq degan. Umumiy shaklda fe'lni nechaga bo'linar ekan? 3 ga. Xo'p, bizda o'zimiz ona tilda ham 3 ga bo'linadi, faqat ham kelasi alohida bo'lib chiqadi. Amr bo'lmaydi, balki o'rniga kelasi bo'ladi. Demak, bu degani biz ertaga muzorif fe'lni o'rganamiz. Masalan, kataba turibdi. Kataba, masalan, yaktubu bo'ladi. Yaktubuga biz ham yozyapti. Ham yozadi degan ma'nolarni bersak ham bo'laveradi. Chunki muzori nechta zamonga? Ikkitaga. Ham hozirga, ham kelasiga dalolat qiladi. Demak, yaktubu degan so'zga biz ham yozyapti, ham yozadi degan ma'noni bersak bo'ladi. Va biz buni qanday ajratamiz? O'zi jumla bizga qaysi biri ketayotganligini nima qilib beradi? Aniq qilib beradi. Chunki bunaqa narsalar o'zimiz tilda ham ko'p-da. O'zimiz tilda masalan ko'p ma'noli so'zlar bor, to'g'rimi? O'tni misol qilganmiz, olmani misol qilganmiz. O't.
Yerda o'sishlarga o't bor. Tushunarli? Yoki olov bor, yoki bir yo'ldan o'tish bor, buyruq shaklida o't deb. Lekin biz birorta shu 3 ta ma'noni chakashtirib qo'yamizmi? Yo'q, o'zi yonidagi so'zlar nima qilib beradi bizga, qaysi ma'noda ekanligini bildirib beradi. Masalan, sizga yo'ldan tezroq o't desa, hech qachon yerdan o'sishlarga o't tushunmaysiz-da. Yo'lda o't tushunmaysiz. Xuddi shunaqa narsa, qaysi ma'nodaligini o'z jumla bizga aniqlab beradi. Shularga aktoraj jumla bo'ladigan bo'lsa, o'zida ertaga, bugun, hozir degan anaqadir signal so'zlar bo'ladi. Shularga demak, mozi deb nimaga aytiladi? Mozi deb gapirishdan oldin sodir bo'lgan ishga aytiladi. Gapirishimizdan oldin o'sha ish bo'lgan. Masalan, Azimboy bugun dars tayyorlamabdi. Men mana shu gap gapirishimdan oldin u ish shu qovunni tushirib bo'lgan. Endi Azimboy dars tayyorlayapti yoki dars tayyorlaydi desam, bu gapirishim payti yoki gapirgandan keyin sodir bo'ladigan ish. Unga nima deyiladi? Muzori. Endi Azimboy darsini bajar desam, bu amr. Amr qaysi zamonlarda qiladi desa, amr kelajakda deymiz. Chunki talabdan keyin bajariladi. Qachon talab beriladi? Yoz, qil deyiladi, keyin bajariladi. Tushunarli? Amr gapirgandan keyin sodir qilinishi, bajarilishligi talab qilinadigan fe'l. Muzori gapirish paytida yoki gapirgandan keyin sodir bo'ladigan ish. Mozi esa gapirishdan oldin u ish bo'lgan bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, endi biz hozircha domla mozi muzori amrni ma'nosini bilmasak, qana ajratamiz desa oddiy. Masalan, uch xil fe'l. Kataba, yaktubu, uktub. Mana mozi bu muzori bu amr. Hop, bizga mana shu verilsa qayda ajratamiz? Qaraysiz. Mozini bilasiz, tusladingiz. Uni bemalol ajrata olasiz. Lekin ajratolmagan taqdirda ham oxiri a bilan tugayaptimi demak? Mozi. Oxiri u bilan tugayaptimi demak? Muzori. Oxiri sukun bilan tugayaptimi demak? Amr. Hozircha ajratib olish uslubim shu. Hozircha. Tushunarli? Bu oxirigacha ishlaydigan qo'llanma emas bu sizlarga. Hozircha ish bargarga, masalan, chunki mashqda beriladi. Bu fe'l qanaqa fe'l desa, shunaqa qo'yasiz oxiriga. Uni demak, ma'nosini bilmagan taqdirda ham nima deysiz? Muzori deysiz. Amr, mozi deysiz. Tushunarli? Demak, mana mashqda to'ldirish jadvali mana sami'a fe'li turibdi. Sami'ani majhul qilsak nima bo'ladi? Sumi'a bo'ladi. Tuslaysiz, sumi'a, sumi'ata, sumi'ana. Sumi'ata, sumi'atuma, sumi'atum, sumi'ati, sumi'atuma, sumi'atuna, sumi'atu, sumi'ana. Bag'da ketdi. Rakiba. Rukiba bo'ladi. Nazara, muzira bo'ladi. Nazala, nuzila. Kataba, kutiba. Hop, endi bu yerda mashqlar turibdi. Asta g'oliblar chek o'tib turing. Hop. Mashq turibdi. Qarang. Quyidagi jumlalarda ishlatilgan fe'llarning o'tgan, hozirgi va buyruq zamon shaklini aniqlang va tarjima qilishga urinib ko'ring. Mana katabal valadu darsa. Bilamiz ma'nosini? Bola darsni yozdi. Kataba qaysi zamon fe'li? O'tgan zamon fe'li. Yaktubu talibul al'an. Talaba hozir yozyapti. Yaktubu hozirgi zamon fe'li. Iqro'il qissa. Qissani o'qi. Qaysi zamon? Amr zamon sifat oladigan bo'lsa, kelajakka bo'ladi. Tushunarli? Shu shaklda nima qilamiz? Qaysi zamonga tegishli ekanligini aniqlaymiz. Va qaraqtani qarab turib, domla oxiri artugasi muzori bo'ladi dedi. Qaraqta muzori demaymiz. Qaraqta qaysi zamon? Mana nima? Zamon o'zi yozib qo'yamiz. Tarjima yozasiz. Tarjima. Qaraqta qaysi zamon? Qaraqta. Qaysi zamon? O'tgan zamon. Qaraqta sen bo'ladi. Qaraqtu men bo'ladi. Ha, mana jadval turibdi. Jadvalda ketdi mana, kataba. Oxiri a bilan tugagan. Demak,
O'tgan zaman shunchaki bitishga qo'yib ketasiz. Bundoq. Qaysi zamonga tegishli bo'lsa, o'sha zamonga bundoq bitishga qo'yib qo'yasiz. Tushunarli-ku? Kitobga bazalar edingmi? Ha. Ya kitobga o'chiradi. Bitishga qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Hop, keyingisi mening qishlog'im degan ma'no. Qoriyati qishlog'im degan. Sag'iratun tinch, kichkina degan va hadiyatun tinch. Demak, tarjima qilamiz. Qishlog'im kichkina va tinch. Fiha unda bor degan. Ya'ni nimada? Qayerda? Qishlog'imda. Buyutun basitatun. Buyutun uylar basitatun oddiy. Qishlog'imda oddiy uylar bor. Va shawari'uha nazifatun. Va uning ko'chalari nazifatun, toza. Ya'malu ahluha. Ya'malu ishlaydi. Uni ahli, ya'ni qishloq ahli. Fi ziroat, dehqonchilik. Va tarbiyatil hayvonot, chorvachilik. Ya'ni hayvonlarni tarbiya qilish degani bu chorvachilik uchun. Ya'ni dehqonchilik va chorvachilikda nima qiladi? Ishlaydi. Fi qariyati, qishlog'imda nahrun, nima bor? Daryo bor. Sag'irun, kichkina daryo bor. Va ardun hadro, yam-yashil yer bor. Qarang, dala bor deb, balki o'zi yer degani. Al'abu o'ynayman ma'a asdiqoi, do'stlarim bilan birga. Bayna orasida ashjar, daraxtlar. Demak, do'stlarim bilan birga daraxtlar orasida o'ynayman. Ummi, onam tatbuxut ta'ama fil matbakh. Onam oshxonada ovqat pishiryapti. Buni yodlagan sizlar lug'atini. Ayda sizlarga normal lug'at yo'q mana shu so'zda. Abi va otam ya'malu fil haql. Otam dalada ishlaydi. Nahnu biz nuhibbu yaxshi ko'ramiz qoriyatani, qishlog'imizni. Li annaha chunki u chiroyli va ba'idatun an sahobil madina va qishloq shahar shovqinlarida nima? Uzoqda. Ya'ni bu joyda aytyapti. Otam dalada ishlaydi, biz qishlog'imizni juda yaxshi ko'ramiz, chunki u chiroyli va shahar shovqinidan uzoqda. Tushunarli-ku? Va lug'atlar yodlanadi. Aytgan qolmasdan yozib bera oladigan bo'lib yodlanadi. Matn yodlanadi. O'tgan zamon fe'lini ma'lum shaklini har bittasi 10 soniyadan qilib menga голосовой shaklda yuboriladi. Va ana 20 ta fe'lda nima qilamiz? Majhulga aylantiramiz. 20 ta fe'lni majhul qilishga o'rgatdimmi? Bugundan boshlasalar o'rgatasizlar. Payshanba kuni qilsalar o'rganmaysizlar. Oldindan ogohlantirib qo'ying. Tushunarli-ku? O'shanga bugunda, masalan, bugun majhulga aylantirib qo'ysangiz, ertaga qiladigan ishingiz, fe'lni yuborib qo'yasiz 10 soniyadan qilib, chunki 5 tasini yuborganingizdan keyin aqlingiz qovushib ketadi. 5 tasini yuborganingizdan keyin. Chunki o'tgan safar gaplashdik. Voy, shunaqa yodlang. Mana o'zbekcha so'zni ham tushunib oladigan. Aytdim-ku, devor, devor, devora, devoru, devorat, devorata, devorna, devorta, devortuma, devortum, devorti, devortuma, devortuna tushunadigan ketishingiz kerak. Ya'ni tilingizga shunaqa singib ketish kerak. O'shaning uchun 20 tasi голосовой keladi. Endi masalan qiladigan ishlaringizni matnni yodlashni boshlaysiz. Matnni ham 20 ta o'qib tarjima qilib o'qib olsangiz, oson yodlanadi. Tarjimasi bilan. Xohlang bir kunda tashlang. Xohlasangiz juma kungacha tashlang, lekin kesin. Kelmagan bo'lsa, kirgizmayman darsga. Menga aytiladigan gap bo'lgan bo'lsa, sevib meshga tashab qo'yinglar. Mana shu yerda tochka yoqib beraman. Bahona qolmasin hech qanaqa. Alfaylar zaratga kelgan bo'lsa, aytsangiz zaratga qilib beraman. Vazifalar tushunarli-ku? Rahmat.